Assalomu alaykum. Iltimos o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'ting. Assalomu alaykum. Men Abdushukurova Mehrinoz 2011-yil 8-mayda G'uzor tumanida tug'ilganman. Hozirda men bu maktabga 18-sonli Nurli maskan maktabiga 2018-yil kelganman. Hozir bu maktabning 7-A sinfida o'qiyman. Xo'sh, mana shaxsiy tajriba va kelib chiqish haqidagi savollarimizga javob berdingiz. Endi kundalik hayot va moslashuvga oid savollarga o'tsak. Har kuni duch keladigan eng katta qiyinchiliklar nimalardan iborat? Iltimos shu haqda ham ma'lumot berib o'ting. Bizani maktabda hamma bir xil bo'lganligi uchun uncha qiyinchiliklar bo'lmaydi. To'g'ri, o'zimiz qiziqqan sohamizga bo'lmasa bironta kasb egallagan sohamizga hamma narsaga qiyinchilik bo'lgan kabi o'sha darslarda ozgina tushunmovchiliklar yo qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Hayotingizni yengillashtiradigan yoki mustaqil bo'lishingizga yordam beradigan vosita yoki texnologiyalar bormi? Bizani o'sha yo'lda yurishimiz uchun, to'g'ri yurishimiz uchun bizga hassa yordam berishi mumkin, yordam beradi va hammani ko'zini kasalligiga qarab ochki, linza yoki o'sha boshqa narsalardan foydalanadi. Masalan, bizani maktabimizda o'sha mo'ljal olishga oid darslar ham o'tiladi. Shuning uchun ham bizani o'sha o'quvchilarimiz ko'chaga yo'lga chiqqanda to'g'ri yurishni biladi. O'sha bu bizani maktabimizga shunga oid fanlar o'rgatiladi-da. Ijtimoiy hayot va jamiyat haqidagi savollarga o'tadigan bo'lsak, ommaviy joylar va tadbirlar siz uchun yetarlicha moslashtirilganmi? Albatta, bizani maktabimizda ommaviy tadbirlar o'sha bizaga moslashtirilgan va biz o'sha ko'chaga chiqqanimizda ham bizaga jamiyatimizdagi insonlar yaxshi muomalada bo'lishadi. Hech qachon shu ko'chaga chiqqanimizda kamsitilganimni eslolmayman. Jamiyatimiz odamlari judayam mehribon. O'sha nogironlarga o'zini mehrini bera oladi. O'sha dardi og'ir bo'lsa, dalda bera oladi. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanishni yoqtirasiz? Bo'sh vaqtimda asosan o'zim qiziqqan fanlar bo'yicha kitoblar o'qiyman va o'z ustimda ishlashni yoqtiraman va sport o'yinlariga bo'sh vaqtlarimni Himoya. Odamlar ko'zi ojiz insonlar haqida eng ko'p noto'g'ri tushunadigan narsa nima deb o'ylaysiz? Bu ko'zi ojizlikni odamlar katta bir ayb deb hisoblaydi ba'zi bir odamlar. Hech narsaga erisha olmaydi, bular kelajakda kim bo'ladi deb o'ylashadi. O'shani katta xato deb o'ylayman. Odamlar ko'z ojizlik haqida nimalarni yaxshiroq tushunishlarini xohlardingiz? Ularda ham qalb bor, ularni ham kamsitmaslikni, o'sha sog'lom odamlar qatorida ko'rishni, ular o'sha do'stlarga, atrofdagi sog'lom odamlarga qanaqa munosabatda bo'lsa, bularga ham shunaqa munosabatda bo'lishini, balki bularga yaxshiroq munosabatda bo'lishini, bular hali jamiyatga, atrofdagi odamlarga kerakli insonligini tushuntirishga yordam berishlarini xohlardim. Sizningcha odamlar sizga yoki ko'zi ojiz insonlarga qanday yordam ko'rsatishi yoki qo'llab-quvvatlashi mumkin deb o'ylaysiz? Masalan, yo'lda bironta ko'zi ojiz odam ketyaptimi, oldiga hamroh bo'lishi, uni o'sha manzilgacha olib borib qo'yishi yo bo'lmasa o'sha sog'larcha kitoblarni o'sha nima desa bo'ladi, braylcha variantini chiqarib berishi mumkin. U qiynalayotgan narsaga yordam berishi mumkin. Masalan, biron narsani o'qolmayotgan yo bironta manzilni topolmayotgan bo'lishi mumkin. Shunga yordam berishsa katta savob ham bo'ladi. O'sha ko'zi ojiz inson ham xursand bo'ladi. Eng katta yutug'ingiz nimada deb hisoblaysiz va qiyin paytlarda sizni nima ilhomlantiradi? Eng katta yutug'im bu meni sog'lomligim. O'sha ko'zimda nuqsonim bo'lsa ham miyamni o'sha hamma narsani qabul qilishi, oyoq qo'lim ishlab turgani eng katta yutug'im deb o'ylayman va o'sha qiynalib qolgan paytlarimda o'zimdan battar insonlar borligini bu hayotda, ko'z ojizlik katta ayb emasligi katta ilhom beradi va ustozlarim, ota-onam meni doim qo'llab-quvvatlashadi. Sen shu ishni qila olasan, uddalaysan degan gaplari doim miyamda turadi va o'sha qoqilib yiqilganimda yana turishga moslashganman. Siz bilan suhbat qurib juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Sizga ham rahmat.